Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Trade. Xo'p, bugun an'anaga sotib qo'ygan holatda ertangi kunni bozor yurishini bir qator analiz qilib ketamiz. Xo'p, bizga undan oldin ko'rib olamizki, dollardagi birinchi nimani, ya'ni narx qaytarishi mumkin bo'lgan zonani, ya'ni bu narsani biz ob'yomdan olamiz. 100 va 105 narxlaridan qaytish ehtimolligi bo'lsa sabab 4 soatlik time frame'da bizda test qilinmagan ob'yom bor. Test qilinmagan ob'yom va bu yerda hali balans ko'chgani yo'q. Bu yerda bizga balans hosil qilib beradigan bo'lsa, selga qarab ko'rsak bo'ladi. Va 1 soatlik time frame o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da bizda 3 ta klaster, mana ko'ramizki, 3 ta klaster yonma-yon yaqin bo'lib qolgan bir-biriga. Shundan ham qiziq bo'lsa bo'ladi. Ya'ni уже yaqin qoldi. Yana dollar ozgina nakapleniya qilib berish kerak pastga. Fundamental analizga qaraydigan bo'lsak ham dollar unaqa o'zini oqlab ko'tarilib ketadi deb o'ylayotganim yo'q, shaxsan o'zim. Xo'p, endi tillaga o'tamiz. Tillaga o'tamiz. Xo'p, tilla bizani kechagi ob'yomning, ya'ni juma kungi o'tgan общий haftadagi ob'yomning nimamizdan reaksiya olib ketdi, bayga yaxshi reaksiya oldi. 767 pips. Ishlaganimiz yo'q biza bay, sabab bitcoinda selda edik. Xo'p, undan oldin endi biz ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana ob'yom ishladi. Hammasi test qildi. Bu yerda bizda puk zonamiz bor ob'yomda. Shu joydan narx ertaga impuls bilan bayga o'tish ehtimoli bor. Ya'ni ertangi dushanba gap bilan bayga o'tish ehtimoli bor. To'qatgacha ishlab olamiz deydigan bo'lsak, men belgilab qo'yganman. Bu narsani o'tgan hafta belgiladim. O'zim Mamutdan bay deydim. Bu yoqqa chiqib bormadi. Nimani zararni yopishga to'g'ri keldi bitimlarni. Xo'p, ya'ni 4160 va 4180 ga chiqib beradigan bo'lsa, ya'ni bu yerda oxirgi bizani ob'yomning zonamiz qolgan, test qilinmagan. Shu yerdan seriyozligini oqib berishi mumkin bozor. Bu yerda deltani ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana o'sha bozor bay ketyapti, sell limit absorb qilyapti. Xo'p, endi D1 ga qaraydigan bo'lsak, bizga bozor big moment yasab bergan, ya'ni o'zidan oldinga kirilgan bu yerdagi ob'yom, bu yerda narx o'ziga support yasadi, bu yerda resistance yasadi, ketyapti, resistance break qildi. Agar mana buni ham break qilib bersa, ya'ni o'sha men aytganim 4164 break qilib bersa, korreksiyadan faqat bay qiziqamiz to'qatgacha, keyingi ob'yomgacha, ya'ni keyingi ob'yomimiz 29 bo'lar ekan. 29 bo'lar ekan. O'sha joygacha biz faqat bay qiziqamiz. 4 soatlik time frame'da bizda bo'tgan holat bo'yicha to'xtalib o'tib ketaman. Xo'p, bir nechta bu yerda crosslik kuchli fletdan chiqqan bozor va yana fletga urildi. O'zini nimasini lastini yengil olgani yo'q. Ya'ni bu birinchi bizani kutib oladigan ob'yom nuqtamiz. Ya'ni o'tgan hafta uchun birinchi ob'yom nuqtamizni belgilab qo'yaman. Bu bir marta test qilingani yo'q hali, biron marta. O'sha uchun yo adashimman, shpingida ko'rmabdi, test qilinibdi. Bu ishlanmaydi. Endi bu yoqqa ko'chamiz. Ya'ni 4 soatlik bo'yicha ob'yom ko'rdik, test qilingan. 1 soatlik bo'yicha o'sha ob'yom bu yerda yo'q. Sell uchun buni o'chiramiz.
va mana bu yerdan ko'ramiz bayga. Ya'ni buni bundoq qilamiz edi. Full margin. Sal qarar maydalashib ketibdi. Xo'p, manaki. Xuddi shu holatda biz bayga shu yerdan qo'zg'alib yurib ketishimiz mumkin. Endi Bitcoinga bitta qarab qo'yamiz. Ya'ni xullas ertaga shu yerdan bay, короче, qisqa qilib aytganda. Jin maydalashib ketdim. Bitcoinda bizda kunli intervalda eng oxirgi test bo'lmagan bizani vaqt va val zonamiz bor edi mana. Imенно narx shu yerga keldi va shu yerdan reaksiya oldi hozir. Kichkina taymga o'tamiz. Sirazi M15 ga 4 soatlik, 1 soatlik qilib maydalashib o'tirmayman. Bugun 2 marta stop yedim. O'zimcha qo'lim kiruvdim. Bitta bayga yedim, bay kirganda bitta sell kirganda stop yedim. Sabab nima? Bizda bu yoqda объем bor, mana. Va shu yerdan reaksiya berdi. Mana bitta kirib yedim, keyin bu yoqda yana yedim. Xullas stop yedim. Endi 1 soatlik time bo'yicha Bitcoin o'sib berish ehtimolligi bor. Chunki mana bu zona test qilib bo'lindi. Test bo'lingandan keyin bizga bu yoqda ishlamagan объем kerak. Xo'p, ko'ramizki, bu yoqda klasterlar har bitta объемga test qilib ketyapti. Mana ki ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p. Tushdi. Bu yoqqa test yana bu yoqqa mana bu yoqda общий объемni test qilyapti. Bu ham общий объемni test qildi. Bizni mana bu yerda ikkita zona kutib turibdi. Ya'ni bay uchun mana ki. Ya'ni mana shu joydan biz bay qiziq ko'rsak bo'ladi. Toqatgacha mana bu 88 minggacha. Buni agar 88 mingni просто shpilka bilan bundoq qilib qo'ysa ham atkadan bayqaraveramiz faqat. Xo'p, 1 soatlik taymda bizda eng oxirgi объем shuni buzib qo'ysa, bizani kutib oladigan keyingi объем zonamiz xo'sh kichikroq qattiq mana ki. Ya'ni mana xo'p bu yoqda ya'ni 90.300 dan 92.400 gacha bizda объем zona ekan. Xo'p, xuddi shunaqa endi Nasdaqni ham ko'raylik. Nasdaqda men global razворот kutdim, lekin unaqa dahshatli bo'lmadi. Range ga tushib qolib bu yerdan buzordi. Endi biz mana shu yergacha bemalol. Chunki bu yoqda o'zi hech narsa yo'q. Bu yoqda mana bu hech qanaqadir nimadan qaytaradigan zona yo'q. Agarda mabodo ertaga market yoki qanaqadir katta ishtirokchi, ya'ni puli odamlar kirib selga interes qilmaydigan bo'lsa, bu yoqqa limit taxlamaydigan bo'lsa, mana sel limit taxlaydigan bo'lsa, selga yana davom etamiz. Lekin shu zonani break qilmaguncha sel, to есть buy qisiqish kerak emas. Mana bu kichik buy ishlab olaman deyish xato. Shu yerga chiqsa tasdiq bersa selga qiziqsak bo'ladi. Nasdaqda. Shu yerda ham oqib ketish ehtimoli bor. Xo'p, tilida fikrimni aytdim. Buy DXY oqishi mumkin. Bitcoin, Nasdaqda ham fikr bildirib o'tdim. Xuddi shunaqa M5 ga o'tamiz. M5 da mana ahvol. Shu yerdan ertaga bitta atkat IO bo'lish ehtimolligi bor. Hammaga rahmat. Ko'rayotgan bo'lsanglar, undan oldingi hafta ham analiz qildim. Analiz bo'yicha 100 zo'r yurib berdi bozor. Undan oldingisida ham analiz qilib berdim. Ya'ni zo'r yurib berdi. Foydalan, bilmaysizlar, foydalanmayapsizlar.
yaxshilab foydalansanglar, yaxshilab daromad qilasizlar. Xullas, yana bitta narsani aytib ketay. Mana bu yerda bizda sel uchun объем yig'ilgan ekan. Shu yerda mana ertalab bozor ochilganda qanaqa bo'lishi taxminiy aytib beraman. Bitta impuls mana bundoq bo'lib turib, yana pastroq uchib turib, mana bu yerda test qilinmagan объем borda. Bu yerdan keyin yana ketishimiz mumkin. Xuddi shu holat bo'lishi mumkin bizda. Xo'p, hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Kommentda fikrlaringizni kutaman. Like bilan podishka qo'ysanglar degan umiddaman. Tez orada sizlar uchun bitta yana strategiya chiqarib beraman. To, что o'zingizlar yana bozorni yaxshiroq tushunishingiz uchun. Hammaga rahmat.